qo'rqinchli videoni ko'rib chiqamiz. Va Omonxon School tez kunda. bu videoda biza 10 ta eng qo'rqinchli videoni ko'rib chiqamiz. Va bu videoda men bilan Payxili.ru kanal asoschisi Zolpa. Yana bir muhim gap, Zolpa har bir qo'rqalar uchun men ularga o'zlari xohlagan shokolad olib beraman. Va eng qizig'i, ular hali bu haqida bilmaydilar. Oxirida nima bo'lishini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Xo'sh, bo'lmasam boshladik. Birinchi video. Men bunaqa narsadan qo'rqaman, eng qizig'ali sverxestestvenniy bo'ladi-yu. Men ogohlantirish yo'qmi bunaqa narsaliklarga? Xo'p, reaksiyalarni ko'rdik, tushunarli. Xo'p, qarang. Siz uchun bu narsa qo'rqinchlimi yo normalmi? Agar hayotda bo'lgan bo'lsa, qo'rqinchli, to'g'risi. Ha, sizingcha qanaqa? Montaj ko'rinadimi yoki sizga qanaqadir yo uyushtirilgan ko'rinadimi? Uyushtirilgan. Uyushtirilgan-a? Da, Yo, o'zi aslida qo'rqinchlimi, qo'rqinch emasmi bu? 50 kelimcha qo'rqinchli emas, lekin qo'rqdim sal bo'lsa ham. Lekin slishkom qo'rqinchli emas, men ko'rgan kinolarda oldim. Nima qo'rqinch emas? Bo'ldi. Qo'rqinchli, qo'rqinch emasligi bu muhim. Biz yuragimizni mustahkamlab olganmiz qo'rqinchli kino ko'rib. Hayotda o'zi qo'rqinchli kino. Auh deb qolish joyiga. Ikkinchi video. O, oyog'ini qarang, yuvilmagan ekan oyog'i. Qo'lim qaltirayapti, telefon tushib. Yo'q, xudo. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Tasavvur qiling, yuzda shunaqa. Kechqurun suv ichishga chiqqaningizda. Bu Uni birinchidan ko'rmoqchi qo'rqinchli. buni montajda bo'lmaydi, lekin uyushtirilgan narsa. No, как ko'rinib turibdi. Menimcha. Qarang, ikkinchi video как siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi, normalmi? Yo'q, normalniy. Normalniy. Tamam. Bitta video qo'rqmayapti-da. Tasavvur qiling, как uyingizda onangizdan shunaqa turibdi, как. Yunadi meni. Men o'zim mashina tursam kerak o'zim. Lekin vроде basharasi qanaqadir grim qilganga o'xshaydi. Grim qilib tayyorlashgan. No, qanaqadir bular qanaqadir odamlar atchenkasi ham xuddi haqiqatan bolga o'xshab turibdi. Shunaqa. Men o'z ayniga qarashdan qo'rqaman. O'zimga qarashga qo'rqaman kechqurunchi. Desmakiyaj qilganligim uchun. Ya hammada reaksiya как будто реальный bo'lganda, qarang. Yoki haqiqatan kimdir prank qilyaptimi bu yerda? Bo'lishi mumkin, orqada kimdir turib olib, qo'rqinchli bo'lib. deb chiqsa qo'rqmadi. Evet. Qo'rqmadingizmi? Men просто reaksiya shunaqa. No. Vashiyatda eng qo'rqinchli moment xonada ishlasiz kechqurun. Просто eshik qiya ochilib qolgan bo'ladi. Bo'ldi sizga ketadi. Как будто kimdir poylab turgandek ko'rinadi. Sizlar shunaqa bo'ladimi? To'xtang, men oddiy o'tirganimda siz montaj qilayotganingizda baqirchaqib qo'yib qo'yganingizda esingizdami? Ko'zimni qanday ochib chiqqanimni qo'rqaman. Oddiy shunga ham qo'rqganman. Men pichi degan ovoz eshitsam qo'rqib ketdim. Shuning uchun men qo'shiqchidan qattiq yaxshi ko'raman va men eshitadigan balandlik bu balandlik qo'shlarni ham bezor qilar. Da, kolonkani eng tepasiga qo'yib, unda yana bitta kolonka qo'shib yorsangiz, men eshitadigan balandlik chiqadi. Bu video siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi, bo'lmadimi? Qo'rqinchli bo'ldi. Qo'rqinchli. Here we go. Mana e'tibor berib qaraganda bu просто grim qilingan menimcha. Grim qilingan, u dahshat qilinganda. Ya, просто как уже bu qo'rqinchli emas, qanaqadir jirkanch. Jirkanchda bunaqa. Nima deysiz, bu qo'rqinchli bo'ldimi, qo'rqinchli bo'ldimi? Qo'rqinch emasmi? Jirkanch bo'ldi. Lekin agar hayotda shunaqa odam ko'rib qo'yganimda, men bilmayman. Hop, qo'rqinchli yoki qo'rqinch emas, bittasini tanlashingiz kerak. Qo'rqinchli. Hop, xonada qiz. Xonakasi. Xo'sh. O, kimga qaradi, hop? Hech kim yo'q. Bela esimga tushib ketib qoldi. Qarang. Sizlar shunaqa narsa bo'ladimi? Menda masalan Muhammadjon aka bilan ko'p shunaqa narsa bo'ladi. Ofisda bo'lgan paytlarim ko'p bo'lardi. Что? Men boshxonaga chiqib qaytib kirganimda kimdir paydo bo'lib qolsa, masalan, sizda ham ko'p. Liftdan siz o'zi qo'rqib ketganman ko'p.
Просто turgansiz, hech vaqt qilmagansiz, просто o'shaqa qo'rquv bor. Yana menda anaqa bo'ladi, masalan, qorong'ida kimdir yo'qdan kelib qolsa, как будто odam emas, ya'ni jin odam qiyofasiga kirib olgan, shunaqa qiladi. Siz endi bunda qo'rqinchli joylardan yurganingizdan keyin shunaqa bo'ladi, men undaqa. Yo, menimcha, miyaga keladigan любой qo'rqinchli narsa bu tasavvurga bog'liq. Masalan, men ko'rgan hamma tasavvur qilsin, qo'rqinchlik, kampir bor, qo'rqinch so'lotishlik, короче, qanaqadir maniak. Va siz hozir tasavvur qilgan miyangizdagi tushunchani siz qachondir qaysidir kinodagi, qaysidir rasmda yoki qaysidir ujiz kinoda ko'rgansiz. Miya xuddi shunaqa ishlaydi. Miya yo'q narsani osmon olib kela olmaydi. Siz ko'rgan narsalardan tasavvuringiz yig'adi. Mana men to'pizga o'xshab kontent olaman. Kunduzi salom. Qo'rqinchli emas? Qo'rqinchli emas, yo'q. Tamam. Men siz o'rningizda bo'lsam hammasi qo'rqinchli degan bo'lardim. Nimaga bunaqa qilayotganimni hali siz bilmaysiz. Bo'lmasam, davom etamiz. Xo'p. Kamera. Xo'sh, kechqurun. Menimcha bo'lgan voqea shekilli-da. Ikkita jin urushyapti. Ikkita jin emas, ikkita odam urushyapti. Ikkita jinnadonmi? Ha, ikkita. Uy! Qo'rqinchli emas, nima deysiz? Qo'rqinchli. Xo'sh. Endi vaqtida buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu narsa lekin reallikka o'xshatilgan, menimcha, hozir montaj. Yo'q, lekin montaj ham kerak. Ketmasdi. Buni qochib ketmasdi-da. Ya, endi uyushtirilgan bo'lsak, rolini berish mumkin. Qochib ketgandek bu. Yo, просто qarang, bunaqa kачествосиz videoda montaj qilish juda ham qiyin. Yo'q, balki montajda keyin kачествоsi qilib qo'ygan. Bo'lishi mumkin. Telegramga 2 marta tashlab qaytarib olsa shunaqa bo'ladi. Tasavvur qiling, siz просто ket osti o'rtog'ingiz bilan va o'rtog'ingizni ichidan chiqib ketdi. Katta dev chiqyapti. Surprise! Bu qo'rqinchli bo'ldi demak. Xo'p. Nechtasidan qo'rqdingiz? 3tasimi? Aniqrog'i mana bu yerda chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh. Bu bilakalla. Qo'l. Qo'lmi, oyog'mi bu? Oyoq. Oyoq ekan. Qo'l. Siz kravatda uxlaysizmi? Yoki yerdami? Men shunaqa narsa uchun aslida yerda uxlayman. Yo'q, men endi hali kravatni oyog'imda tushira olmaydigan bo'lib qolaman, bunaqa narsa ko'rsam-chi. Mana esimga tushib qoldi. Buni oldingi videolardan gapiraman va bu yerda ham ketaveradi. Yoshligimda ujiz kinolar ko'rardik, masalan, ono yoki boshqalarni ko'rganimizda kravat tagida zombi-pomiylar bo'lardi-da. Umuman qo'rqmasdim. Prям umuman men kravatim tagida zombi bo'lsa qo'rqmasdim, chunki men kravatim ostida yerda yotardim. Yo'q. Xullas, davom etamiz. Nechta bo'ldi hozir? 6 ta. Sanab turibsizmi? Молодец, aka. Kundalikni olib keling, boshqa beraman. Nima bo'lyapti? Uxlashyapti u yerda. Xo'p. Anaqa Sony paradishi shunaqa bo'ladi eshitganman, eng og'ir fazasida. Yep! Og'zim baland chiqdimi? Videoda ko'rsiz baqirganingiz cho'chib ketdim. Просто shunchalik uchun bu videoni tanlab olishni men ko'rmaganman. Menga просто tanlab berishgan. Men ham birinchi ko'rdim. Xo'p, endi stop. Qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? Qo'rqdim. Bu video qanaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Nima? Bumi alahsirab turgan, bu yoqqa kelgan montajga qo'shib olgan bo'lishi ham mumkin-da, bu narsani. Onda просто uyg'onib turib ketganda yoki uyushtirilgan bo'lishi ham mumkin. Uyushtirilgan deya olmayman. Lekin qarang mana, realniy bu ham realniy bo'lishini tasavvur qilish uchun вообще kim o'zining xonasiga kamera qo'ydi, uxlayotgan paytda u kamerasini kelib turadi. Va bu pastdan turibdi. Kamera aslida bunaqa burcha joylarda bo'lsa, bu bir ham pastda yondan olishyapti. Kamera turgan trayektoriya bo'yicha qarasa ham to'g'ri tushmaydi. Shuning uchun ham da bu uyushtirilgan hisoblanadi. Lekin men afsuski shuncha mehnat qilib qanaqadir masalan biz videomiz bo'ta chiroq shuncha mehnat ketyapti. Lekin bular prosta kamera qo'yapti va lahadurunch bilan prosmotr olib ketyapti. O'rtalar sizlar uchun shuncha mehnat qilyapti. Hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Chunki bu kanalda qachonki 500 ming obunachi bo'lgandan keyin nimadir bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Davom etamiz. Prosta men ko'p narsa qila olaman va shu uchun ham aynan nimaligini topmayman. Surpriz bo'lgan yaxshi. Ruh va ishonchdan keyin vanna ekronni yo'q qo'ygan. Ko'rganmisiz? Ko'rganman, o'zim anjalilar yoqishgan. Yopilib qoldi. Yopildi? Cho'ta, bilasizmi, birinchi videoguncha qattiq qo'rqmatdi. Cho'ta menimcha o'sha videodan videoga qo'rqib boryaptilar. Cho'chib ketdim, men tasavvur o'rganchi chiqamikin deb odam kallasi ham chiqadimi? Qarang, xo'p, buni uyushtirilgan desam, qanaqasiga uyushtirishgan? Bilmayman, nima bunday qilib chiqdi-yu, chiqqan paytda qirqib borganda ichiga maskami bironta odamda nima qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. U haqiqiy odam emas, prosta manekin bo'lishi mumkin. Manekin bo'lishi mumkin, maska kelib. Siz nima deysiz? Albatta fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Mening fikrimga qo'shilishadi. Yo, bu odam hali ham yozmadi. Kutib turamiz. Yozing. Yozdingmi? Mayli, endi like bosing, qolib ketdik.
Вроде morg. Odam yo'qyaptimi? Odam yo'qotdi, shunaqaroq. Xo'p. O? No, вроде maneken, xo'p. Bo'ldi? Tugadimi? Men ovozdan o'qib ketyapman buni. Qabrni qarang. Bunaqa shishali qabrni birinchi marta ko'rishim. Astag'firullah. Ya bu montaj. Montajligi точно, lekin shu narsa rosa qo'rqaman, ishoning. Men oynaga qarab hech kun rosa qo'rqaman shunaqa paytda. Ya qarang, mana bolalarda bo'ladi. Qizdan bo'ladi, как soch yuvayotganda ko'z yumuq bo'ladi, u payti. Orqadan как будто da, bo'ldi, Men bunday qilaman. Xuddi haligi tipa, manaqada oynaga qarab turamanda, bunday qaramasa turganman, shunday qarayman, shartta qarayman. Yana foyda bo'laman ekan. Bunaqa qilmagan yaxshi, chunki qachondir baribir jin borligini bildirib, qaramay qolsa. Shunaqa necha marta qo'rqdingiz? Xo'sh, menimcha o'zlaringiz qolmanglar, shuning uchun tepada yozib qo'ygan bo'lamiz. Va qarang, videoni asosiy nima edi? Siz har bitta qo'rqqaningizga sizga o'shancha shokolad olib beramiz. Aytdingizmi? Hammasiga qo'rqasizmi? Xo'sh, yaqinda biz ujizkina kasting e'lon qildik, sizlar biz kastingni o'tdingizmi? Bo'ldi, olib qo'ying. Video shu bilan o'z yakuniga yetdi. Hozir opani magazinga borib shokolad olib beramiz. Aytgancha, men juda ham qiziqarli video turibdi. Hozir o'tib ko'ring. Yoki buni ham ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, keting. Magazinga borib Zolpaga shokolad olib berganlarimni men o'zimning Telegram kanalimga joylashtirdim. Hoziroq o'ting va ko'ring. Ссылкасы описаниеda. Ciao.